Demak, loyiha taqdimotimizda Lolaxon, Dinara hamda Charoz qaysi asar? Al-kimyogar sevimli asarni taqdimot tayyorlab kelgan ekan. Xo'sh, eshitamiz. Biz avvalambor reja tashkil qildik. Birinchi rejamiz kitob haqida bo'ladi. Buni Charoz aytadi. Al-kimyogar kitobining umumiy sahifasi 66 bet va muallifi Paulo Coelho, tarjimoni Aziz Said, muharriri Feruza Quvonova, nashr etilgan yili 2023 bet va nashriyoti Yangi asar avlodi. Kitob haqida. Al-kimyogar kitobining bosh qahramoni Santiago va Santiagoning vatani Andalusiya, ya'ni Ispaniyadan. U xazina qidirib sarguzashtlar orasida g'alati odamlardan qiziqarli hikmatlar va maslahatlar olgan. Yaxshi, Dinara. Men muallif haqida aytmoqchiman. Muallif hozirgi bizning zamonamizda ham eng sevimli yozuvchilardan. Uning asarlari dunyo bo'ylab 88 ta tilga tarjima qilingan va 320 millionta nusxaga olib sotilgan. U 1947-yilda tug'ilgan. U Rio de Janeyro shahrida tug'ilgan. Yaxshi bo'ladi. Bu Lolaxon. loyihani biz qilishimizdan maqsad asar qahramonlariga hurmatni oshirish, nutqni ravonlashtirish va jamoa bo'lib ishlash. Jamoa Biz bo'lib. oldingi loyihamizda uncha ham o'xshamagan edi. Bizning ustozimiz tavsiya berdilarki, jamoa bo'lib ishlashni o'rgatdilar. Buning uchun ustozimizga rahmat deymiz. Yaxshi. Demak, asardagi bosh g'oya nima? Qaysi jihat yoqdi Charoz senga? Menga Santiagoning sabrli bo'lishi va intiluvchanligi yoqdi. Yoqdi. Menga Santiagoning o'z maqsadi oldida to'xtamasdan oxirigacha borgan. Oxirigacha harakat qilgani yoqdi. Orzulari ortidan yaxshi, ya'ni orzulari ortidan yaxshi maqsadlarga erishdi va orzulari ortidan to'siqlarga uchragan bo'lsa ham Sabr bilan intildi. Yaxshi. Demak, siz bu yerda kimni suratini aks ettirdingiz? Santiago. Xo'sh, Santiago ham qaysi kasb egasi edi? U dunyoni kezuvchi cho'pon edi, lekin cho'pon bo'lsa ham kitobni o'qishni juda ham yaxshi ko'radi. Demak, bu orqali har qanday kim bo'lishidan, qaysi kasb egasi bo'lishidan qat'iy nazar Kitobni yaxshi ko'radi. ko'rish va uni o'qish kerak ekanligini angladingiz. Katta kitoblarni sabr bilan o'qidi. Demak, siz nimani o'rgandingiz asar davomida? Asar davomida yaxshi va chiroyli orzu qilishni, orzular yo'lida to'xtamaslikni va kitoblarni qancha qalin bo'lsa ham sabr bilan o'qishni O'rgandik. Dinara. Men bu asardan o'rgandimki, maqsadimni oldimga qo'yib, uni qo'lga kiritishda to'xtamaslik. O'rgandik. Charoz. Men ham ularning fikriga qo'shilaman. Ya'ni men maqsadimga intiluvchanlik bo'lsam, maqsadimga erishaman. Yaxshi.